هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yusuf tefsiri 50. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Yusuf suresi 50. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Saqi padişahga berip Yusuf'ның onun düşüge bergen tabirini aytqandan keyin padişah uni aldımga elip kelinglar dedi. Padişahның elçisi Yusuf'ның yeniga barganda Yusuf elçiga xo'jayiniga qaytib berip uningdan heliqi qo'llarini kesib olgan xotinlarning ishini bilamdi so'rab baqqan. Shubhisizki mening Rabbim ularning helisini obdan biladi dedi. Padişah heliqi xotinlarni yig'ib va o'zining xotinini chaqirib, sizlar Yusufdan munosabat o'tkazishni talab qilganinglarda haqiqiy ahvolinglar qanday bo'lgan dedi. Ular Alloh pakdir, Yusufda azroqmi gunoh bor deb bilmaymiz dedi. Azizning xotini endi haqiqiy ahvol oydinlashdi. Men uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilgan edim. Yusuf haqiqatan rostchillardan edi dedi. Yusuf aytdi. Bu yani padişahның elçisini qaytırıb etkenlikim aziz yo'q chaqda xotiniga xiyonet qilmaganligini va xoinlarning hiylisini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini xoinlarning hiylisini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini azizga bildirish uchundir. Men o'zimni aqlamayman. Nefsi degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuriydi. Rabbim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Mening Rabbim haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Yusuf alayhissalom bilan vazirning xotini va boshqa Misr ayollar orasida yuz bergan ishlarning aniqlanishi. Alloh taolo padişahdan xabar berdi. Padişahның adamları padişahni hayron qoldirgan va bearam qilgan tushining tabirini uningga yetkizgan chaqda padişah Yusuf alayhissalomning ortiqchiligini, bilimli ekanligini, tushiga yaxshi ta'bir berganligini va hukmronligi ostidagi yurtlarning kishilariga nisbatan yaxshi axloqli ekanligini tonib yetib mundaq dedi. Uni oldimga elib kelinglar, ya'ni onu zindandan çıkarıp aldığımga hazır kılınlar dedi. Padişahның elçisi bu haberini elip Yusuf aleyhisselamның qışığı kelgende u özüge vezirinin xotini tarafından çaplangan böhtanını padişahның tekşürüp özünün günahsız pak ekanligini aniqlamagıcha ve özünün zindanda yetişinin nahaq bolganligini belki zulüm ve düşmanlık kılınganlığını bekitmegiçe zindandan çıkmaydiganlığını aytib mundaq dedi. Xo'jayiniga qaytib berip, uningdan heyliqi qo'llarini kesib olgan xotinlarning ishini bilamdi so'rab baqqan. Shubhisizki mening Rabbim ularning heylisini obdan biladi. Yusuf alayhissalomning u ishini madhilab, uning ortiqchiliklarini şerifini, qadr qimmatinin üstün ekanligini ve savurchanligini ko'rsatib berdigan hadislar rivoyat qilingan. Yusuf alayhissalomga Alloh taolaning rahmati ve salom bo'lsin. İmam Buxoriy, Muslim ve Ahmad qatorliqlar Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Aynı vaqtda
İbrahim aleyhisselam mundaq dedi. Rabbim, o'liklarni qandoq terildirdiganligini men ko'rsatgin. Uningga qaraganda shaklanishga biz haqliqmiz. Alloh taolo Lut alayhissalomga rahmat qilsin. Haqiqatan uning iltijo qiladigan Alloh taolodan iborat kuchli tayanchisi bor edi. Agar men zindonda Yusuf alayhissalom turgandek uzun turib qoladigan bo'lsam, elchining so'zini cho'qim qabul qilatdim. İmam Ahmed'nin Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan qilgan yana bir rivoyatida Payg'ambar alayhissalom uningdan heliqi qo'llarini kesib olgan xotinlarning ishini bilamdi so'rab baqqan. Shubhisizki mening Rabbim ularning helisini obdan biladi degan oyat haqida agar men bo'lgan bo'lsam zindondan chiqarilish talabini qabul qilishga albatta oldirgan, o'zini talab qilmagan bo'lardim deydi. Padişah heliqi xotinlarni yig'ib va o'zining xotinini chaqirib, sizlar Yusufdan munosabat o'tkazishni talab qilganinglarda haqiqiy ahvolinglar qandoq bo'lgan dedi. Bu qo'llarini kesib olgan ayollarni yig'ib, uning ayoliga daritmilab turib, u ayollarga qilgan so'zidan berilgan xabardir. Padişah qo'llarini kesib olgan ayollarga ziyofat berilgan kuni sizlar Yusufdan munosabat o'tkazishni talab qilganinglarda haqiqiy ahvolinglar qandoq bo'lgan dedi. Ular Alloh paktor Yusufda azroqmi gunoh bor deb bilmaymiz dedi. Ya'ni bu ayollar padişahga javob berib, Alloh paktor Yusufga bo'xton chopilinib qoldi. Alloh bilan qasam qilamizki, Yusufda hech gunoh yo'q deb bilamiz dedi. Shu chaqda azizning xotini endi haqiqiy ahvol oydinlashdi. Ya'ni oshkorlanib o'tirg'i chiqdi dedi. Men uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilgan edim. U, ya'ni Zulayha mendan munosabat o'tkazishni talab qildi degan so'zida Yusuf haqiqatan rostchillardan edi dedi. Yusuf aytdi. Bu, ya'ni padişahning elchisini qaytirib o'tganligim aziz yo'q chaqda xotiniga xiyonat qilmaganligimni va xoinlarning hiylasini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini azizga bildirish uchundir. Ya'ni men elchini faqat padişahning va azizning mening pok ekanligimni bilib qilishi uchun qaytirib etdim. Ko'pincha tafsirshunoslar mazkur oyatni Zulayhaning so'zi deb qarab mundaq tafsir qildi. Bu, ya'ni Yusufdan munosabat o'tkazishni talab qilganligimdan iborat bu gunohni ustimga elishim, erim yo'q chaqda uningga bu ishda xiyonat qilmaganligimni afsuslangudek biror cho'ng ishning yuz bermaganligini, men faqat bu yoshdan munosabat o'tkazishni talab qilganligimni, uning bu ishni rad qilganligini bilib qilish uchundir. Shunga mening pok ekanligimni erimning bilib qilish uchun bu gunohimni e'tirof qildim. Alloh xoinlarning hilasini muvaffaqiyatga erishtirmaydi. Men o'zimni oqlamayman. Ya'ni ayol so'zini davom qilib mundaq deydi. Men o'zimni oqlab o'ltirmayman. Shak shubhisizki ko'ngil har xil ishni tortadi va orzu qiladi. Shunga men uningdan munosabat o'tkazishni talab qildim. Chunki nafsi degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuriydi. Rabbim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Mening Rabbim haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Qilingan bu tafsir qissasining mazmuniga, ma'nosiga intayin uyg'un va munosib bo'lgan eng kuchli qarashdir. Chunki so'zning mazmunidan qaraganda bu so'zni azizning xotinining padişahning oldida deganligi bilinib turdi. Chunki u chaqda Yusuf alayhissalom ularning oldida yo'q bo'lib, padişah uni shuningdan keyin oldiga keltirgan.
Padişah Yusufni oldimga elib kelinglar, uni o'zimning xos odimim qilaman dedi. Yusuf uning bilan so'zlashayotganda u: "Sen bugun bizning oldimizda haqiqatan martabalik, ishonchli odamsan" dedi. Yusuf: "Meni Misr ziminining xazinalarini boshqarishga qo'ygan, men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini biladigan, obdan saqlay oladigan odamman" dedi. Yusuf alayhissalomning padişahning nazaridagi martabasi. Alloh taolo bu oyatda padişahdan xabar berdi. Yusuf alayhissalomning begunoh ekanligi va uning o'ziga chaplangan tuhmatdan pok ekanligi aniqlangan chaqda padişah mundaq dedi: "Yusufni oldimga elib kelinglar. Uni o'zimning xos odimim qilaman, ya'ni uni ishlog'i maslahat soladigan xos odimim qilaman." Yusuf uning bilan so'zlashayotganda, ya'ni Yusuf padişah bilan so'zlashayotganda, padişah uning alohida ortiqchiligi va qobiliyatining borligini tonib yetib, qaddi qomatlik, axloqliq va kamolatga yetgan yigit ekanligini bilib, uningga mundaq dedi: "Sen bugun bizning oldimizda haqiqatan martabalik, ishonchli odamsan." Yusuf alayhissalom: "Meni Misr ziminining xazinalarini boshqarishga qo'ygan, men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini biladigan, obdan saqlay oladigan odamman." Ya'ni u o'zini maqtadi. Agar biror odam iqtidorli bo'lib, uning iqtidorini boshqalar bilolmasa, mo'r tikelganda o'zini maqtash durustdir. Yusuf alayhissalom o'zining ishonchli xazindor, mas'ul bo'lgan narsani boshqarishni biladigan, tadbirlik odam ekanligini tilga oldi. Yusuf alayhissalom buni faqat ularga o'zi xabar qilgan ocharchilik yillarning keladiganligi uchun padişahdan o'zini Misr ziminining mahsulotlarini yig'adigan omborlarga mas'ul qilishni talab qildi va ularga ambarlarni eng ehtiyotjonlik bilan foydali va eng to'g'ri usulda boshqaradiganligini aytdi. Padişah Yusuf alayhissalomning bu talabini qizg'inlik va hurmat bilan qabul qildi. Biz Yusufni Misr zaminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Rahmatimizni xohlagan bandalarimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaymiz. Iymon etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta bu dunyoning ne'matlaridan ortiqdir. Yusuf alayhissalomning Misrdagi hukmronligi. Biz Yusufni Misr zaminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Ibn Jarir bu oyat haqida mundaq deydi: Yusufni u qiyin ahvolga, zindonga va asirlik hayotiga giribtor bo'lgandan keyin Misr zaminida xohlagan joydan o'rin tuta oladigan qildik. Rahmatimizni xohlagan bandalarimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaymiz. Ya'ni Yusuf alayhissalom qarindoshlar tarafidan yetkazilgan aziyatga va azizning xotinining sababi bilan zindonda yotganligiga sabr qilganligi uchun uningga beriladigan ajrni bekor qilib etmaymiz. Shunga Alloh taolo oxirgi hisobda uningga omonlik, yordam va kuch-qudrat ato qildi. Yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaymiz. Iymon etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta bu dunyoning ne'matlaridan ortiqdir. Alloh taolo payg'ambari Yusuf alayhissalomga oxiratda tayyorlab qo'ygan mukofotning uningga dunyoda erishtirgan hukmronligi va imtiyoziga qaraganda texmi katta, texmi ko'p va texmi buyuk ekanligidan xabar berdi. Alloh taolo Sulaymon alayhissalom haqida mundaq degan edi: Biz Sulaymonga aytdikki, bu bizning sana bergan keng atoyimiz.
Onundan sen xalagan kişiga bergin yoki bermagin, bu haqda sendan hisob elinmaydi. U bizning dargohimizda haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Bu qissani bayon qilishdan maqsad Misr podshohi Rayyan ibn Valid Yusuf alayhissalomni uni setib olgan va ayoli uningdan munosabat o'tkazishni talab qilgan Misr vazirining o'rniga vazir qildi. Podshoh Yusuf alayhissalomning da'vati orqali musulmon bo'ldi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Yusufning qarindoshlari kelib Yusufning qishig'iga kirdi. Yusuf ularni tanidi. Ular bo'lsa Yusufni tanimadi. Yusuf ularga ehtiyojli oshliqni tayyorlab bergandan keyin aytdi: "Sizlar mening oldimga oti bir ukanglarni, ya'ni Bunyaminni elib kelinglar. Mening oshliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va nihoyatda mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi? Agar uni mening oldimga elib kelmasanglar, sizlarga beradigan oshliqim yo'q. Mening yonimga yaqin yo'lamanglar." Ular biz uni otisidan so'rab sening oldingga elib kelishga tirishimiz. Biz cho'qim mushunda qilamiz dedi. Yusuf xizmatchilariga ularning oshliq setib olgan mol-mulklarini yük taqillarining orasiga selib qo'yinglar. Ular oilasiga qaytib borganda uni tanib qaytib kelishi mumkin dedi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining Misrga kelib oshliq elib qaytishi va eng kichik qarindishini elib kelishga va'da qilishi. Suddi Muhammad ibn Ishaq va boshqa tafsirshunoslar mundaq deydi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining Misr diyoriga kelishi sababi mundaq bo'lgan. Yusuf alayhissalom Misrning vazirlik vazifasini qo'lga oldi. Mo'lchilik bo'lgan 7 yil o'tib ketdi. Arqadan qurg'oqchilik bo'ladigan 7 yil keldi. Qahatchilik butun Misr diyorini qoplab ketdi. Bu qahatchilik Yaqub alayhissalom va uning bolalari o'ltiraqlashgan Kanon diyoriga yetib bordi. Shu chaqda Yusuf alayhissalom kishilarning yerdan olgan oshliqni tekshirib chiqib, uni eng yaxshi usulda to'playdi. Shuning bilan u intayin zo'r miqdorda oshliq yig'ib, nurg'un oshliq zapasiga ega bo'ladi. Boshqa yurtlardan kishilar o'zlariga va bola chaqalarga oshliq setib olish uchun uning qishig'iga kelib turdi. Bu bir yil ichida bir odamga bir to'ygidan ko'p oshliq bermaydi. U to'yg'icha tamoq yemaydi. Yusuf alayhissalom podshoh va ularning askarlari qo'llarida ba oshliqni kishilarga 7 yil muddatgacha yetkazish uchun bir kunda faqat tush vaqtida bir vaqt tamoq yedi. Bu Alloh taoloning Misr xalqiga qilgan marhamati edi. Oshliq setib olg'ili kelganlarning ichida Yusuf alayhissalomning qarindoshlari bor edi. Ular otisi Yaqub alayhissalomning buyrug'i bilan oshliq setib olg'ili keladi. Ularga Misr vaziri kishilarga oshliq setib berdigan degan xabar yetib borganda, ular oshliq setib olish uchun pul pichaklarini ilib 10 nafar qarindosh to'ygilariga minib yo'lga chiqqan edi. Yaqub alayhissalom qishida o'g'li Bunyaminni, ya'ni Yusuf alayhissalomning bir anadan bo'lgan qarindishini elib qoldi. Bunyamin Yaqub alayhissalomning Yusuf alayhissalomdan qasila eng so'yimlik o'g'li edi. Yusuf alayhissalom vazirlikka xos ravishda hayvat bilan o'ltirganda uning qishig'i qarindoshlari kirib keldi. U bir qarabla ularni tanib oldi. Ular bo'lsa Yusuf alayhissalomni taniy olmaydi. Chunki ular uningdan kichik vaqtida ayrilgan. O'zlari uni karvondagilarga setib etgan. Karvondagilarning uni qayerga aparganligini bilmagan edi. Ular Yusuf alayhissalomning mundaq martabaga erishadiganligini xiyoliga keltirib boqmagan edi. Ammo u qarindoshlarini tanib oldi. Suddi va boshqalar mundaq deydi. Yusuf alayhissalom go'yo ularni tanimagandek bo'lib olib, ularga "Sizlar shahrimga nima uchun keldinglar?" dedi.
Ular ey vazir oliylari, biz ochliq olg'ili keldik dedi. U sizlar jasus bo'lishinglar mumkin dedi. Ular biz Alloh taologa sig'inib jasuslik qilishdan panoh tilaymiz dedi. U qayerdan keldinglar dedi. Ular biz Kanon diyoridan keldik. Bizning otimiz Alloh taoloning payg'ambari Yaqub alayhisalomdir dedi. Uning sizlardan boshqa bolalari bormi dedi. Ular ha, biz 12 bola edik. Bizdan kichiki uydan chiqib ketib, cho'lda yo'qolib ketdi. U bizga qaraganda otimizning eng suyimli bolasi edi. Uning bir onadan bo'lgan qarindishi qoldi. Uning otasi uni yo'qolib ketgan boladan ko'nglini tasalli toptirish uchun yenida elib qoldi dedi. Andin Yusuf alayhisalom xizmatchilarga ularni yaxshi yerga o'rinlashtirib, yaxshi kutishga buyurdi. Yusuf ularga ehtiyojli oshliqni tayyorlab bergandan, ya'ni Yusuf alayhisalom ularga oshliqni to'liq o'lchab berib, uni ulaqlarga ortib bergandan keyin mundaq dedi. Sizlarning aytqanlaringlarning rost ekanligini bilishim uchun sizlar degan yeliqi ota bir qarindishinglarni mening oldimga elib kelinglar. Mening ochliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va nihoyat mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi? Yusuf alayhisalom ularni oldiga qaytib kelishga rag'batlantirdi. Andin ularni qo'rqitib mundaq dedi. Agar uni mening oldimga elib kelmasanglar, sizlarga beradigan ochliqim yo'q. Mening yenimga yaqin yo'lamanglar. Ular biz uni otasidan so'rab, sening oldingga elib kelishga tirishimiz, biz cho'qim shundoq qilamiz dedi. Ya'ni biz uni sening oldingga elib kelish uchun barliq tirishchanligimizni ko'rsatamiz. Bizning aytgan so'zimizning rost ekanligini bilish umidingni yerda qo'ymaymiz. Yusuf xizmatchilarga ularning ochliq setib olgan mol-mulklarini yuk taqinlarining orasiga selib qo'yinglar. Ular oilasiga qaytib borganda uni tonib qaytib kelishi mumkin dedi. Ba'zi tafsirshunoslar mundaq tafsir qilgan. Yusuf alayhisalom ularning boshqa mol-mulki bo'lmay qilib, ochliq setib olish uchun qaytib kelolmay qolishidan qo'rqib shundoq qilgan. Ular otasining yana qaytib borganda, ey otimiz, Misrning podshohi bizga qayta ochliq bermas bo'ldi. Hukmimizni, ya'ni Bunyaminni biz bilan birga avatgin. Shunda qilsang ochliq ola olamiz. Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz dedi. Yaqub ularga aytdi. Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindishi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishongandek ishonamdim. Men sizlarga va sizlarning uni saqlashinglarga ishonmayman. Allah yaxshi saqlovchidir, hammadan mehribondir. Ularning Yaqub alayhisalomdan Bunyaminning o'zlari bilan birga berishni talab qilganligi va Yaqub alayhisalomning javobi. Alloh taolo ular haqida mundaq deydi. Ular otasining qishiga qaytib borganda, ey otimiz, Misrning podshohi bizga qayta ochliq bermas bo'ldi. Ya'ni agar sen qarindishimiz Bunyaminni biz bilan birga avatmasang, buningdan keyin u bizga ochliq bermas bo'ldi. Bunyaminni biz bilan birga avatgan. Shunda qilsang biz ochliq ola olamiz dedi. Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz dedi. Ya'ni uningga biror ish bo'larmikin deb qo'rqmagan. U sening qishingga salomat qaytib keladi. Bu so'z ularning otasiga Yusuf alayhisalom haqida ayati uni bizga qo'shib qo'ygan. Yeb ichib, o'ynab kulib kirsin. Uni biz cho'qim yaxshi muhofazat qilamiz degan so'ziga o'xshaydi. Shunga Yaqub alayhisalom ularga mundaq dedi. Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindishi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishongandek ishonamdim. Ya'ni uningga xuddi uning qarindishi Yusufga qilganinglarga o'xshash, uni ko'zimdan yo'qitib, men bilan uning orasini yiroqlashtirmoqchimi? Alloh yaxshi saqlovchidir, hammadan mehribondir.
ya'ni Alloh taolo menga eng marhamat qilg'uchidir. U mening yashinib qolganligim, ojizlashib ketganligim uchun rahmat qilib o'g'limni tepishimga yordam qildi. Men Alloh taolodan o'g'limni menga qaytarib berishni va uning bilan meni jam qilishni umid qilaman. Alloh eng marhamatlidir. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Yusuf suresi tefsirinden 64. ayetkice anladınlar. Ahirini keyin qitimli o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.